Ushbu ko'rgazmamiz nomi "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'l" deb ataladi. Bu tarix fani o'qituvchilar uchun mo'ljallangan ko'rgazma. Ko'rgazma bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Xo'p, ko'rgazmamizni avval elektrlashtirilgan qismlar bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda mana zakovat o'yini uchun mo'ljallangan elektr motorcha mana bu yerda o'sha motorchaning batareykasi, bu yerda yoqish uchun mo'ljallangan mana sim. Bundan mana bu motorchani aylantirish uchun mana shu simdan foydalaniladi. Simda mana bu yerga tekkiziladi mana. Tekkizganda strelka aylanadi. Mana qo'lingiz bilan tekkizasiz. Shunda aylanadi strelka. Bundan maqsad shuki, aylanganda strelka qaysi raqamda to'xtaydigan bo'lsa, o'sha raqam bo'yicha o'yin olib boriladi. Ya'ni agar ta'da to'xtaydigan bo'lsa, mana bu yerda testlar yechiladi. Deylik 3 raqamda to'xtaydigan bo'lsa, mana bu yerda cho'ntakchada 3-cho'ntakchadagi savolga olib javob beradi. Xuddi mana shu tartibda aylantirgan holda foydalaniladi. Batareykasi shu yerdan almashtiriladi. Endi testlar toza yonishini tekshirib o'tamiz. Xo'p. Birinchi test bu yerda B variantiga ulangan mana. B variantiga tekkizamiz mana. Mana yuqorida yozuv yonidagi rasmni ichida svet o'rnatilgan. Endi ikkinchi test. Ikkinchi testimiz A variantiga ulangan. Mana. Uchinchi testimiz D variantiga ulangan mana. To'rtinchi testimiz u ham D variantiga ulangan mana. Mana bu yerda kontrol yoqish uchun, ya'ni batareykani mana bu yerdan batareykasi almashtiriladi. Batareykani almashtirish paytida foydalanish uchun mana bu o'rnatib qo'yilgan mana. Shunga bunday ilinadida batareykani olib bemalol almashtirish mumkin bo'ladi. Foydalanilmagan paytda bu yerga ilib qo'yiladi. Endi xo'p, yuqori qismida mana bu tarix fanini timsoli sifatida mana bu rasm qo'yilgan. Bu tomonda buyurtmachi maktabi. Bu yerda davrlarni timsoli sifatida rasmlar qo'yilgan. Qadimgi dunyo tarixi, o'rta asrlar tarixi, yangi tarix, eng yangi tarix. Uni pastida paleolit asri, mezolit asri, neolit asri qaysi yildan qaysi yilgacha davom etganligi to'g'risida qisqacha qo'shimcha ma'lumot qo'yilgan. Endi hop, testlarni qanday almashtirishni ko'rsatib qo'yaman. Hop, testlarni almashtirish uchun ko'rgazmani orqa tomonini o'giramiz. Mana ko'rgazma orqa tomonida, mana bu yerda bu birinchi test, ikkinchi test, uchinchi test, to'rtinchi test. Almashtirish uchun o'qituvchi mana bu birinchi testni tirnoqchalari. Bu A variantiga ulangan. Mana bu yerdan shunday qilib bo'shatib olinadi-da, bo'shatib olib turib, deylik D variantiga ulamoqchi. D variantiga olib o'tib shu yerga o'rab qo'yiladi. Mana o'rab qo'yildi. Endi orqa tomonini o'giramiz. Mana hozir tekshiramiz ikkinchi test D variantiga. Mana endi hal A variantiga endi D variantiga yonyapti. Xuddi mana shu tartibda almashtiriladi.